LG Watch Tower'ni o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar. Ushbu videoda transport boltlarini olib tashlash, kir yuvish mashinasini suv kirish shlangini ulash, quritish mashinasini drenaj shlangini ulash hamda kir yuvish va quritish mashinalarini drenaj shlanglarini ulagich orqali birlashtirish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. O'rnatish joyiga qo'yish va tekislash bo'yicha ko'rsatmalar foydalanuvchi qo'llanmasiga murojaat qilib bemalol o'qib olishingiz mumkin. E'tibor bering, Watchtower og'ir qurilma hisoblanadi. Uni o'rnatish joyiga qo'yish uchun kamida 2 kishi talab etiladi. Ishlatiladigan asboblar va mahsulotlar aksessuarlari ko'rsatilgan. Avvalo barcha 4 ta transport boltlarini olib tashlang va berilgan qopqoqlar yordamida teshiklarini yoping. Transport boltlarini olib tashlash uchun ularni soat strelkasiga qarshi aylantiring. Barcha 4 ta bolt olinganiga ishonch hosil qiling. Keyin esa 4 ta qopqoqni o'rnating. Endi esa sovuq suv shlangini o'rnating. Sovuq suv shlangini ulashda hech qanday asboblardan foydalanmang, faqatgina qo'lingiz yordamida mahkamlang. Foydalanishda faqatgina komplektda chiqadigan shunday yozuvlari bor shlangdan foydalaning. Endi esa quritish mashinasiga drenaj shlangini ulaymiz. Uni ko'rsatilganidek kichik xomut yordamida mahkamlang. Drenaj shlangini yo'naltirish uchun plastik qistirgichdan foydalanib, uni oldindan tayyorlangan vint teshigiga ulang. Shlangga e'tibor bering, hech qayeri bukilmagan bo'lishi kerak. Kir yuvish va quritish mashinalari shlanglarini xomut yordamida birgalikda mahkamlang. Ko'k rangli xomutni shlanglarni bog'lash va ularni kir yuvish mashinasi korpusidagi teshikka qistirish uchun ishlatish mumkin. Endi kir yuvish va quritish mashinalari drenaj shlanglarini drenaj ulagich orqali ulaymiz. Drenajni to'g'ri bo'lishligi uchun tirsakli kronshtayndan va qisqa drenaj shlangidan foydalanish variantini ko'rib chiqamiz. Drenaj shlanglari eng yuqori nuqtasi poldan 80 sm dan oshmasligi kerak. Katta xomutdan foydalanib, uni ko'rsatilganidek kir yuvish mashinasining drenaj shlangiga ulang. Ulagichni shlang ichiga kiritib, xomutni mahkamlang. Quritish mashinasining drenaj shlangini ulagichning ikkinchi qismiga to'liq kiriting. Ulagichni esa drenaj quvuriga to'liq joylashtiring. Endi esa yana qo'shimcha variantni ko'rib chiqamiz. Qisqa drenaj shlangi va tirsakli kronshtayndan foydalanishimiz mumkin. Masalan, drenaj balandligi oshirish uchun qisqa drenaj shlangini ishlatishimiz mumkin. Katta xomutdan foydalanib, shlangni ulagich ustiga kiydiring va xomut bilan mahkamlang. Shlangni esa drenaj quvuriga kiriting. Agar drenaj shlangini mahkamlashni istasangiz, tirsakli kronshtayndan foydalaning. E'tibor bering, drenaj shlangining uchi tirsakli kronshtaynning oxiridan 10 sm dan oshib ketmasligi kerak. Qaysi o'rnatish variantini tanlashingizdan qat'iy nazar, drenaj shlangining eng yuqori qismi poldan 80 sm dan oshmasligi shart. Suv kirish shlangini suv kraniga to'g'ri holatda ulang. Uni mahkamlashda hech qanday asbob ishlatmang, qo'lingizdan foydalaning. Va suv kranini ochib, suv kirish yo'lida hech qanday suvlar oqishligi yo'qligini tekshiring. Agar suv oqayotgani aniqlansa, avvalo suv kranini yoping. So'ng ulanish nuqtalarini va shlangni tekshiring. Shlangni uzishda ehtiyot bo'ling, chunki unda qoldiq suv bosimi saqlanib qolgan bo'lishi mumkin.
Agar hech qanday muammo aniqlanmasa, suv kranini ochib bemalol foydalanishingiz mumkin. Qo'shimcha foydalanish va xizmat ko'rsatish bo'yicha maslahatlar uchun foydalanuvchi qo'llanmasiga murojaat qiling.